Okey, agar sizlarni korobkalardan ovoz chiqayotgan bo'lsa va skoroustdan o'tayotgan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Biz Spark mashinasini mexanikaga sborik korobkasini olib qo'yganmiz. Bu bo'lsa ham ideal holatda, yengida orqalarini ko'rishingiz mumkin. Garantiyalar bilan qilib beramiz. Bundan bizda Matiz mashinasiga hamda Matiz Euro mashinasiga korpuslari bor. Hamma bir uzatishimizga 2 hafta garantiyasi bilan qilib beramiz. Bunisi ko'rishingiz mumkin, Cobalt mashinasining golovkasi bo'ladi. Original GM, yangi holatda. Mana bunisini ko'rishingiz mumkin. Spark mashinasiga bu ham original bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari Max mashinasiga bu holatda original hamma narsasi bilan golovkamizni qilib beramiz. Bundan tashqari Spark mashinasiga ham rasvidollar bilan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu ham sborik holatda. Xo'p, mana bunisi Jiguli mashinasiga bo'ladi. Mana bu narsani tafsil etmasam bo'lmaydi. Bu Nexia Sons mashinasini, ya'ni Sons gibrid mashinasini rasvidal bo'ladi. Nexia Sonslarga tekkan kasal, gibridlarga ayniqsa original rasvidal qo'ymagunicha tinchliksida qo'yish mumkin. Bu holatda shkiflari bilan, korpuslar bilan birga bo'ladi. Okey, bu hali hammasi emas. Bizda juda katta assortimentda bu hamda yangi zapchastlarimiz bor. Motor, korobka, hadovoy qismiga GM hamma mashinalarga topib beramiz. Shunday qiziq ma'lumotlarni o'qiy olmaslik uchun kanalga podpiska etish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'zingizlarning mashinalarning markasini yozib qoldirsanglar, sizlarga ya'ni korobka yoki golovkalarning narxini hammasini to'liq tashib beraman.